Assalomu alaykum do'stlar. Mana bugun gazablok liniyasini qanaqa ustanovka qilamiz? Qanday qilib gazablok sohasi ishlab chiqarish qanaqa bo'ladi? Foyda qanaqa bo'ladi? Hammasini noldan bafurcha qancha sarmoya ketadi? Xomashyo qanaqa qatdan olinadi, necha pulga tushadi? Etapma-etap ko'rsatib borishga harakat qilaman. Buni yangi gazablok biznesini boshlayman yo o'zimni biznesini qilaman degan tanishlar bo'lsa, jo'natib qo'llab-quvvatlab turinglar. Ko'ramiz. Qancha muddatda foydaga chiqsa bo'ladi, qancha muddatda uni savdosi qanaqa bo'ladi. Mahsulotni ishlab chiqarish bunaqangi qiyin jarayon deb o'ylayman. Buni hamma ishlab chiqarishlarda ham bunaqa qiyin murakkab deb o'ylayman, chunki eng murakkab narsa bu sotuvni tan olish kerak. Mahsulot chiqarib, uni sifatli mahsulot chiqargan taqdiringizda ham bozorda konkurent juda ham ko'p. Buni tan olish kerak. Konkurentlar ichida o'sha boshqa siz bilan baravar boshlagan, sizdan oldin boshlagan odamlarning ichida o'zingizni imij endi bu juda ham ilmiy so'z bo'lsa kerak. O'zingizni brend ham kerak emas menimcha. Brend ham o'ylaydigan mahal emas hozir ishlab chiqarishda. Faqatgina sifat, trend. Hammasini mutanosib boshlab olish kerak. Qariyb mana bu issiqxonani ustini o'raganmiz. Shuni o'ziga ham bir 15 kundan o'tdi. Mashaqqatga ko'chib o'tganimizga ishlar juda ham sust, sekin ketyapti. Yurgizishimiz xudo xolasa 1-2 kun qoldi. 1 kunda yurgizib ishlarimizni boshlaymiz. Kuzatib boringlar. Agar gazablok biznesiga qiziqsangiz, gazablok biznesini qilmoqchi bo'lib yurgan bo'lsangiz, gazablok sanolarning reklamasini ko'rayotgan bo'lsangiz, bu video, bu qo'yib borayotgan videolarim aynan sizlar uchun foydali va manfaatli bo'ladi, chunki tayyor mahsulot chiqib, zagotovka bo'ldi. U qancha ko'p turgan, ajdaniyada qancha ko'p turgan sari bu sizni pul mablag'ingizda shuncha boyla bo'ladi. Misol o'rta hisobda bitta gazablok 13 ming, 14 ming atrofida tayyor bo'ladigan bo'lsa, 240 tadan gazablok chiqaradigan bo'lsak, 200 ta hisob olsak ham, kunlik sizni baylanadigan pulingiz 2 million 800 ming, 3 million atrofida pul baylab borishga to'g'ri keladi. Kunda 3 million so'mdan pul baylab borganingizda ham 20 kun davomida, bir oyda uzluksiz 20 kun ishladik. 10 kun dam bo'ldi, 10 kun bolalar dam oladi. Turli xil sabablarga ko'ra ish bo'lmagan taqdirda ham 20 kun 60 million. Bir oylik sarmoya, bunga kiritiladigan sarmoyasi, o'sha baylanadigan pul 60 million atrofida pul ketadi. Endi qarang, bir oy ishlab chiqardingiz. Savdo yo'q, u tabiiy. Savdo birinchi oy bo'lmasligi ham tabiiy holat, chunki ham qish mavsumi, qurilish kam, ikkinchidan mana hech kim, yo bo'lmasam yangi ishlab chiqaruvchini klienti bo'lmaydi. Shuni hisobga olib, ham ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish kerak, ham reklama qilish kerak. O'rtoq yarimlarga, boshqa tanish bilish, jamiki sizni kim taniydigan bo'lsa, hamma sizni shu sohani, shu ishni qilayotganingizni bilish kerak. Chunki 1000 ta odam bilganda ham 1000 ta odamdan bir donasi uy solmoqchi bo'ladi. U ham sizdan olish niyati bo'lmaydi. Shu niyatni bo'lmasam sizdan olish uchun sabab kerak. Eng asosiy sabablar bu har doim ko'pchilik aytgan narsa bu sifat. Sifat va mustahkamlik. Kuzatib boringlar, birgalikda gazablok biznesini qanday qilib yurgizamiz. Sizlar bilan baham ko'rib boraman. Sizlar bilan Jasurbek. Sog' bo'lasizlar.